roza kayf qilmaysanmi? Opada, kerak. Doğru roza. Yani çok Har bir inson yorug' kunlarga umid qilib yashaydi. Ayniqsa hayotning shafqatsiz mushtini erta yegan, turmushi o'xshamay, qo'lida murg'ak farzandi bilan yolg'iz qolgan onalarning yagona dardi mehnat qilib bolasining g'amini yeyish, unga munosib hayot baxsh etishdir. Ammo bu beg'ubor orzular umidi ba'zan inson qiyofasidagi yaramaslarning qopqoniga tushish uchun ayni muddao bo'lib qolar ekan. Ijtimoiy tarmoqlarda yaltiroq ammo soxta hayotini ko'z-ko'z qiladiganlar qancha. Ayniqsa ekran ortiga berkinib olib o'zini go'yo dunyoning ustunidek tutadigan ijtimoiy tarmoqlarda og'zini to'ldirib odamlarga oqpadarlar deya murojaat qiladigan bir kimsaning videolari ko'pchilikning e'tiborini tortgan. Uning 36 mingdan ortiq obunachilari bor Instagram sahifasi aslida nimalardan iborat edi? Saviyasiz, ma'naviyatdan mutlaqo yiroq yosh qizlarning yarim yalang'och holdagi raqslari, ularning tana a'zolarini ochiqchasiga namoyish etib, layk va obunachi yig'ishga qaratilgan bemaza bir tomosha. Inson sha'ni va qadr-qimmatini toptovchi haqoratlar, barcha jirkanch illatlarni o'zida jamlagan ichkilik va tamaki tutunlari ichida olingan bu video kontentlar aslida uning qora niyatlari bir parchasi bo'lib, yoshlar ongiga tushgan qurt edi. Bu hammasi Instagram yuritaman. Instagramga ish faoliyatini shu hammasini nima qilaman, e'lon qilaman. Shunga qizlar yozadi Instagramga, atvet berib qizlarni ishga taklif qilamiz. Men doimiy video olgan paytim ko'pincha ichib video olasdim, chunki ichmay video olib bilmasdim. Men oqpadar degan so'zni ko'p ishlatasdim. Bu oqpadar endi o'zimning nimam edi, miyamdan chiqqan so'z bu. Biroq hech kimga taalluqli emas. Bu so'z oilaviy, hamma narsani bir oqpadar degan so'z o'zi juda ham og'ir so'zda. Bu endi tushunib bilib bilmay qilgan xatom uchun hammadan kechirim so'rayman. Oqpadar degan so'zning og'irligini tushunib yetdim. Afsuski ijtimoiy tarmoqlardagi foydalanuvchilarning o'zlari ham bilib bilmay bunday shaxslarni PR qilib, ularning mashhur bo'lishiga, e'tibor markaziga tushishiga sababchi bo'lib qolayotganligini ham achchiq haqiqat sifatida tan olishimiz kerak. Bu kimsa ijtimoiy tarmoqlarda kibrni sindiramiz degan loyihani ham ishga tushirib, go'yoki adolat o'rnatuvchi qahramonlardek namoyon bo'lishga urinar edi. Ayrim odamlar kibrga berilib zo'rman deb yuribdi. Qabristonga kelib qanchalik ojizligini odam his qilar ekan. Ammo kameraning yorqin chiroqlari o'chgach, o'sha balandparvoz so'zlar ortida qanday dahshatli haqiqat yashiringanligini faqat uning qo'l ostida ishlovchi ojiza ayollar bilar edi xolos. U aslida kibr emas, hayot ostonasiga endi qadam qo'yayotgan namnihol qizlarning insoniy g'ururini, nomusini va butun boshli taqdirini o'zgartirib kelayotgan edi. Chorniya Roza deb nomlangan tungi klubga rahbarlik qilgan bu shaxs o'zining yovuz maqsadlari yo'lida ijtimoiy tarmoqlardan qarmoq sifatida foydalandi. Butun respublika bo'ylab ish izlab yurgan sodda va ishonuvchan qizlarni topib, o'zining yolg'oni to'riga tushirdi. U qizlarga klubda raqqosalik qilib mo'may daromad topishini, chiroyli va farovon hayotni va'da qildi. Bu jozibali va'dalarga aldanib Surxondaryoning issiq qumlaridan tortib Namanganning tog'li qishloqlarigacha, Qashqadaryo, Samarqand va Navoiy viloyatlaridan ko'plab qizlar katta umidlar bilan Buxoro sari yo'l oldilar. Ularning orasida hali hayot nimaligini tushunib yetmagan 18-19 yoshli navnihollar ham bor edi. Yosh qizlarning qismati aynan shu yerda jilparchin bo'ldi. Men 2007-yilda tug'ilganman, Samarqand shahridan. Instagram sahifalarida Chorniya Roza tungi klubi, Buxoro shahrida joylashgan klub, ishga taklif qilayotganini ko'rib qoldim va bog'landim Instagram orqali. Menga
ish taklif qilishdi, yaxshi maosh taklif qilishdi va men keldim. Kelganimdan keyin birinchi, ikkinchi kun yaxshi ishladim, lekin uchinchi kun o'sha Chornaya Roza tungi klubining egasi Jahongir ismli odam qizlar bilan bitta joyda turasan, biz aytgan joyda yotib turishga majbursan deb meni bitta uyga olib bordilar. Lekin u yerda hech kim yo'q edi, men bitta o'zim edim. Meni ustimdan qulflab ketardi har kun. Ish boshlanishidan oldin kelib olib ketardi. Tungi klubda biz o'sha raqqosalik bilan, vaqt kelganda o'sha ofitsiantlik bilan shug'ullanardik. Raqqosa bo'lib ishlagan vaqtlarimiz har kun ichishga, o'ynashga majbur qilib ishlatardilar bizani. Ichganimizdan keyin bitta menga emas, hamma qizlarga ham tegajovlik qilardilar. Shu holatda ishlaganimdan keyin yana keldilar bir kun, meni uyga olib kelib qo'ygan kunlari menga aytdilarki, "Что pasportingni bitta ko'rsat, ko'ray, pasport daniyalaring kerak menga" deb pasportimni oldilar va qaytib bermadilar. Men pasportimni talab qilgan paytim, pasporting bizda turadi, sen shu yerda ishlamoqchi bo'lsang shartlarimizga ko'nishing kerak. Menga kunlik 400 ming so'm pul har kun berishing kerak. Shunda men sen pasportingni qaytarib berishim mumkin, qachon xohlagan payting deb shunaqa gaplarni gapirdi. Ishladim, lekin vaziyat og'irlashib boravergandan keyin men bir kun ishdan keyin uyga bormasdan qochib ketishga majbur bo'ldim. Biroq masalaga xolis yondashsak, tanganing ikkinchi tomoni ham borligini unutmasligimiz kerak. To'g'ri, hayot sinovlari og'ir, yo'qchilik, ammo bu har qanday vaziyatda ham insonning oson pul topish ilinjida yengil-yelpi hayot tarzini tanlashini oqlaydigan sabab bo'la olmaydi. 2025-yil 5-fevral kuni klubni ochganman. 3 oy ishlatdim. 3 oydan keyin yevro remont qilib, yangi nom bilan Chornaya Roza bilan atab ish faoliyatimni boshladim. Shunday qizlar keladi. Endi aksiya u hammasi qizlarni o'ynatish, hammasi klientni ommani jalb qilish, shu klientlarni ishxonaga chaqirish shu maqsadda hammasi. Qiyinchilikka uchragan ayrim qizlarning o'z daromadini faqatgina birovlarning ko'nglini ovlash, tana sotish va fahsh orqali topishni xohlaganligi, ularga faqat shu yo'l najotdek tuyulganligi ham aslida ma'naviy qashshoqlikdir. Axir jamiyatda halol mehnat qilib pul topishning qanchadan qancha mashaqqatli biroq yorug' yo'llari bor-ku, faqatgina qora niyatli kimsani ayblash bilan ish bitmaydi. Bu iflos yo'lni qaysidir ma'noda o'z ixtiyori bilan tanlagan ayollarning ham bu fojiada xatosi borligini ochiq aytishimiz zarur. Men Toshkent shahardanman. Turmush qurib ajrashganman. Bir nafar qizim bor turmushimdan. Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ishga taklif qilishdi. Va keldim. 2-3 kun ishladim. 2-3 kun ishlaganimdan keyin Jahongir aka edi boshlig'i. Jahongir aka aytdiki, doimiy qizlar turadigan joyda turasan, o'zim etib olib kelib, o'zim etaman, o'zim olib kelaman dedi. Ustimizdan qulflab ketardi, ustimdan. Yana ish vaqti olib kelardi borib. Oradan kunlar o'tdi, 3 kun, 4 kun, 5 kun ishladim. Keyin kunlik 400 ming, 500 ming, 500 ming topardim. Keyin meni o'zimga aytdi, kunlik 400 ming pul topmasang, uraman deb qo'rqitdi. Shu keyin qochib ketdim, bir kuni qochib ketdim-da. Borib ichki ishlarga aytdim. Ular Buxoroga qadam qo'yishlari bilanoq va'da qilingan shirin hayot chinakam do'zaxga aylandi. Yovuz niyatli rahbar ularni ko'chaga chiqish, kimgadir xabar berish yoki qochib ketish imkoniyatidan butunlay mahrum qilish maqsadida barchasining fuqarolik pasportlari va telefonlarini majburan tortib oldi. Qizlarni ishga taklif qilish payti qizlarga doimiy aytayotgan gapim, kelinglar, ana uy joy bilan ta'minlab beraman, hamma sharoitni qilib beraman, qolgan davradan ishlaganlaringiz o'zlaringizga deb qizlarni ishga taklif qilganman. Fuqarolik hujjatini qizlar ko'pincha berib qo'yasizda, aka olib turing, keyin ishdan keyin olasiz. Endi ular erkin inson emas, balki qafasga qamalgan irodasiz qullar. Qizlar shaharning turli manzillarida ijaraga olingan xonadonlarda qattiq nazorat ostida saqlana boshlanadi. Inson huquqlari, erki, g'ururi oyoq osti qilinib, har kecha tungi klubda mijozlar oldida raqsga tushishga va boshqa uyatli ishlarga majbur qilinadi.
Bu o'rinda yana bir og'riqli haqiqatni aytib o'tish joiz. O'sha tungi klubga borib, qizlarning azoblari, tanasi va ezilgan g'ururi ustida maishat qilayotgan insonlarchi? Axir ular ham o'zimizning jamiyat a'zolari, kimgadir ota, kimgadir o'g'il, yana kimgadir umr yo'ldosh-ku. O'z oilasini o'ylamay, ma'naviy buzuqlikka pul sarflayotgan erkaklarning bu xatti-harakati muammoning yana bir yashirin qismidir. Eng dahshatlisi shundaki, bu qizlarning ko'z yoshlari bu kimsaning zarracha rahm shafqatini uyg'otmadi. Aksincha, u qizlarni jismonan va ruhan azoblab, o'zining jirkan jinsiy ehtiyojlarini qondirish vositasiga aylantirdi. Tungi klubda mijozlardan tushgan va qizlarning o'z tana azoblari evaziga topgan arzimagan chaqalarni ham shafqatsizlarcha tortib olib, ularni o'ziga to'laqonli qaram qilib qo'ydi. Bu cheksiz xo'rlik va adolatsizlikka chiday olmay isyon qilmoqchi bo'lgan, bo'ysunishdan bosh tortgan qizlar esa ayovsiz kaltaklanib, ularga og'ir tan jarohatlari yetkazildi. Bu kimsaning bunday mudhish vahshiyligi bejiz emasdi. Muqaddam u bezorilik jinoyatini sodir etganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 1-qismi bilan javobgarlikka tortilgan. Jamoat tartibini buzganligi uchun qonun oldida javob bergan edi. 277-modda bilan 1-chasti bilan urush qildi. Bu voqea o'sha kuni bo'ldi. Ichkilik oqibatida o'zim qo'limda ishlayotgan aqranam so'kdi. Og'zidan mast holda so'kdi. Shunga bir shapaloq urgandim. Shuncha nima bo'lib ketdi. 20%lik oldim. 2 yildan oldim. Ammo u o'zining o'tmishidagi qilmishlaridan to'g'ri xulosa chiqarish, to'g'ri yo'lga qaytish o'rniga insoniylik qiyofasini butunlay yo'qotib, tubanlikning eng chuqur botqog'iga sho'ng'idi. Inson taqdiri ayollar nomusi bilan savdo qiluvchi shafqatsiz savdogarga aylandi. Ammo har qanday jinoyat, har qanday zulm va to'kilgan nohaq ko'z yoshlari jazosiz qolmaydi. Tezkor xodimlarning sergakligi va olib borgan ishlari sababli bu mudhish holat to'g'risida ma'lumot olinib, darhol qo'lga olish bo'yicha maxsus reja tuzildi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tegishli idoralarning tajribali xodimlaridan iborat maxsus guruh tuzilib, 17 fevralning tunida Chornaya Roza klubiga kutilmaganda tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir natijasida inson taqdiri bilan o'ynashgan bir guruh qizlarning qonli ko'z yoshlari evaziga qasr qurgan shafqatsiz kimsaning qo'llariga kishan taqildi. Ichkilik bu oxiri ana shu oxiri endi jazosi bor hamma narsani ham, barakasi yo'q baribir. Klubni ham, ichkilikni ham, nashavandni ham birontasini barakasi yo'q. Oxiri oqibat qilgan ishimizga javob beramiz. Keyin pushaymon bo'lib qolamiz. Keyin kech bo'ladi. Yoshlarga shuni aytaman. O'sha ota-onam qilgan ishlarni qilinglar. O'zi bu o'zimiz o'zbek biza bu qilayotgan ishlarimiz nimaga to'g'ri kelmaydi. Tem bo'lib 7 pir ham O'zbek Buxoroga joylashgan. Shu yoshlarga maslahatim, shu men qilgan xatoni takrorlamasligini so'rayman. Shu qilgan ishimdan, bilmay qilgan ishlarimdan hammasidan pushaymonman. Tungi klubda zo'rlik ishlatilib saqlanayotgan, o'z erkidan va hayotidan mahrum etilgan 23 nafar qiz zudlik bilan xavfsiz joyga, ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Shu tariqa azob-uqubatlarga to'la uzoq qora tun nihoyasiga yetib, bu xo'rlangan qizlar uchun nihoyat ozodlik tongi otdi. Hozirda gumonlanuvchiga nisbatan qilmishiga yarasha qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining eng og'ir moddalaridan biri bo'lgan 135-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi va tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu mudhish holat har birimizni chuqur o'ylashga, ko'zimizni kattaroq ochishga chaqirishi shart. Ijtimoiy tarmoqlardagi yaltiroq hayotga, oson pul va mo'may daromad va'dalariga aslo ishona ko'rmang. Ayniqsa hayotda o'z o'rnini topishga urinayotgan yosh qizlar, ro'zg'or tebratish dardida yurgan onalar, sizning ishonchingiz, toza qalbingiz va qiyin vaziyatda ekanligingiz yovuz niyatli kimsalar uchun shunchaki o'lja, pul keltiruvchi tovarga aylantirib qo'yishiga yo'l qo'ymang.
Ekran ortidagi balandparvoz so'zlar va soxta muruvvat ortida sizning, farzandlaringizning va butun oilangizning taqdirini barbod qiluvchi, nomusingizni toptovchi tubsiz jarlik yashiringan bo'lishi mumkin. O'z erkingizni, insoniy qadr-qimmatingizni hech qanday pulga, hech qanday soxta va'dalarga almashmang. Qanday og'ir sharoit bo'lmasin, yechim doimo halol mehnatdadir.